Deylikki, telefonga mukkasidan qaram bo'lib kirib ketdi bola. 6 soatlab bir kunda telefonda o'ynayapti. 6 soatlab bu oylab davom etyapti-da. U o'yindan, virtual qaramlikdan psixolog chiqara olmaydi. Psixoterapevtga yo'naltiradi. Virtual qaramlik, uni qo'ldan telefonni tortib olsak, u shok bo'ladi, isterika qiladi, yoki janjal qiladi, yoki arazlab oladi, yoki yopilib oladi. Chunki uni odati unga o'rgandi. Bu oddiy misoldek ko'rinadi-da, lekin 3 soat telefon o'ynaydimi, bir kunda 6 soat ham o'ynaydimi, demak bu miyani juda qattiq zo'riqtirgan, uxlamaydi, bola agressiv, bola tajovuzkor, kechasi bilan miyasi ishlab yotadimi, unda o'sha psixikani zo'riqishi natijasida boshqa bir kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Miyada qon aylanishlar buzilishi mumkin, yoki gormonal sistemasida o'zgarish bo'lishi mumkin, yoki o'sha ruhiy zo'riqish natijasida agressiv tajovuzkor tanasiga zarar yetkazadigan bo'lishi mumkin. Uni marhamat o'zini sohasiga yo'naltirish. Ba'zilar yo'q, qaramlikni ham ishlayman deydi, suitsid. Masalan, men suitsid bilan suitsidologiya yo'nalishida umuman yaqinlashmayman. Nimaga? Meni yo'nalishim emas, vahoga o'qiganman, sertifikatim bor, lekin u klinik psixologlarniki. Olaman, testlarni o'rganib chiqaman, darajasini ko'rib chiqaman. Chuqurroq yoki yengilroq endi boshlanyaptimi? Marhamat, mutaxassisga jo'nataman, tushuntiraman, borishing shart. Mana shu davolash kerak. Ruhiyati ozgina davolashga muhtoj. Davolab sal o'ziga olib kelsin, mayli keyin korreksiya qilib beraman. Ya'ni korreksiya degani to'g'rilash. Demak, biz tandemda bir-birimiz bilan juda ko'p mutaxassislar bilan gaplashamiz, konsiliumlar qilamiz. Mana bunaqa vaziyat ekan, bunaqa holat ekan. Ular so'raydi, paranoyasi yo'qmi, unisi yo'qmi, bunisi yo'qmi, mana bu yo'qmi? Yo'q, mana bunisi bor, bunisi yo'q. Testingiz nima dedi? Mana buni chiqarib berdi. Diagnostikangiz nima dedi? Mana buni beryapti. Klinikasida nima kuzatdingiz? Mana bu, mana bu kuzatdim. Bo'ldi, jo'nating bizaniki. Jo'nataman, bo'ldi. Demak, biz mana shu ilm mana shuni bundoq ko'rsatib beradi-da, chiqarib. Endi 3 oy o'qigan odam nimani biladi? Biz har kuni o'qiyapmiz. Biz har kuni bitta kitob varaqlaymiz.